yoshlikdagi do'stim Abdumalik Instagramda Malik Estet nomi bilan tanilgan. Yoshlikda menga ilm bergan, bilim bergan, hozirgi kunda bir-birimiz bilan tajriba alishib, mana shu kunga yetib kelib, mana mehmonga chaqirdim. Biz qilgan xatoni sizlar qilmanglar. 1 yil yoki 6 oyda natija qilinglar trenerlar bilan. Travma bo'lmaydi, gormonlarda hech qanaqa past baland bo'lmaydi, hammasi zo'r ketadi. Agar professional trener bilan shug'ullansalar. Hop! 3 teparoq. Voy Malik. Farma qilmoqchi bo'lsangiz, farma qilishaman desangiz, mana bunaqa forma. Mana ko'rsating. Mana. Mana shunaqa moshni forma bilan. Naturalni qilaman desalar, mana. Mana. Trener bilan qilsa 1 yil uzoq uchuyli bo'ladi. Xuddi mana shuna forma. Lekin o'zboshimchalik qilsang, travma bo'lishi mumkin. Kimyo qilib ham o'zboshimcha qilsang, gormonal disbalans bo'ladi. Hammasini gram bilan odamning kilosiga qarab taqsimlash kerak. Muskulni toza o'stirmoqchi bo'lganlar belok 2 yoki 3 grammdan kerak har 1 kilosiga. Suv ichish bo'lsa, har 1 kilosiga 40 grammdan ichish shart. Lekin undan tashqari uglevod, kletchatka, vitamin, mineral hammasi balans bo'lsa, odam o'zini zo'r his qiladi, natijaga yaxshi erishadi.